Üçüncü qissa. Qo'limdagi xanjarda Livuxan deb turadi. Bu bovamning ismi bo'lib, ayni chog'dagi bovamlar kirgan qabra mushiyada degan gap. Men xo'shalliqimda boshqalarga qarab, "Biz topdik!" deb vaqirib etdim. Boshqa a'zolarmi yugurib kelishdi. Biz jami 6 odam birga kelgan. Bu 4 odamni Wang Wu topgan edi. Orasidagi birni tog'am o'zi tunishtirgan bo'lib, o o'zini Saylong Jin deb tunishtirgan edi. Biz Asay deb chaqirdik. Asay odatda ko'p gap qilmaydi. Bizmi ancha paranglashib ketmaydik. Chunki uning ismini anglasamla Shanxayning kinosini ko'rganda his qilib, tasvirligisiz kulki qistaydi-da, paranglashgan bo'lsa-mu, bo'ldi qilmay amal yo'q. Biz qabrni topgandan keyin bir oz xotirjam bo'lib, "Bo'ldi, biz yo'l yurayotganmi uzun bo'ldi. Tamoq yeb o'rnimizni bir oz aram ilib, ondan maslahatlashayli. Qandaq?" Voyjon, demismi shunday qilaylik-ku. Bu gapni anglab, boshqalarni yerib ichib turg'ashqa toza xo'shyoqti bo'lg'ay, tamoq yeb aram ib bo'lgandan keyin Wang Wu yenimga kelib, mendan so'rdi. Ayni chaqda bovan ko'lgan kamar zodi qayerda ekan-to'q? Bu yerda hech undaq ko'lgan alomatlarni bayqamadim-ku. deb menga savol nazarda qarab turadi. Men berib qarasammi, bu yerda hech qanday bir ko'langanlik izlari ko'rinmaydi. Men qarab turib etib, tahlilimni o'tirg'a qo'ydim. Balkim bu yerda bo'ron chapqon bo'lgan bo'lsa, qum yo'tkilib kelib, o'rakni itib olgan bo'lishi mumkin, dedim. Demasimi, bunda qumliqda birli bo'ron chiqadigan bo'lsa, bunda o'rakdan natchini ko'mib etadi. Boshqalarmi ortiq savol so'ramadi. Men qo'laydigan o'rinni bovamning dabbaganlari bo'yicha ko'zitib qo'yib, qo'limdagi xanjarga qaradim. Biz bu yerga tushgan taqdirdami, bovam degan yiliq tulki yuz maxluq chiqib qoladiganlar bo'lsa, tayyorlikni puxta qilmay tushib, bu bir nechimizning hammamiz uning hamroyi bo'ladigan gap. Ayni chaqda tajribasi shuncha mo'l bo'lgan Lavpanmi ani qabrdan chiqib ketolmay, u maxluq tarafidan o'ldirilgan tursa, biz cho'qim tayyorlikni puxta qilmasak bo'lmaydi. 2 soat ko'lab, oxiri biz qabr temini topdik. Lekin bu yer ayni chaqda bovamlar kirgan joy emas edi. Biz tomni buzib, 2 odam bemalol patqudek tashdik. Keyin yenib chiqib tayyorlik qilishga boshladik. Men ichidagi maxluqni o'ylab, o'z-o'zimga g'ayratlik bo'lish to'g'riliq pichirlaydim. Biz ilib olgan narsalarimiz burunqidan ko'p yaxshi. Qo'limizda qurolmi bor. Shularga bir qarab etib, ko'nglim xilli joyiga tushdi. Biz tayyorligimizni bitirib, qabrga tushishga tayyor bo'ldik. Wang Wu yenimga kelib, "Ko'nglim bir peshkanchilikni sezyapti. Bak ehtiyot qil", dedi. Men beshimni lang'ishtib ichiga qarab maqdim. Ichiga kirishim bilanla qabrdan bir xil siysiq biroq dimiqimni eshittiribdi. Men bir nechini yo'tilib, oldimda nimalarning borligini kuzatdim. Biz kirgan bu uy ayni vaqtda bovam deb bergan uydan ancha farqlanib ketmaydi. Lekin bu yerda birma jasad ko'rinmaydi. Men atrofni kuzatib, hech qanday xatarning yo'qligini jazm qilgandan keyin qo'l chirqimni yo'rtib, atrofga bir qarab, tomdagi tom rasmlarga ko'zim tushdi. Qarasam, bu tom rasmlarda jang qilayotgan odamlarning noyitimi cho'ng bir tulkiga o'xshash chiroyi bor odamga hujum qilayotganligi. Lekin uning badaniga hech qanday qurolning o'tmay, hammasining halok bo'layotganligi tasvirlanibdi. Yana bir tomdagi tom rasmida bir odamning maydasida bir xil men burun hech qanday materialni ko'rib boqmagan bir shakl iz turadi. Bu odam bir qilishni qo'lda tutib, tulki yuz maxluqqa hujum qilayotgan bo'lib, tulki yuz maxluq kayniga qechayotgan tasviri sezilibdi. Oxirda maydasida naqsh bor odam tulki yuz maxluqni o'ldirganligi, qo'lidagi qilishni bir uyga qo'yib, ta'zim qilib turgan ko'rinish sezilgan bo'lib, bizga bir narsani tushuntirayotgandek qiladi. Yana bir tomda bo'lsa, biz bilmaydigan, azaldan ko'ribmi boqmagan bir muncha xatlar turadi. Men uni aparatimni chiqarib bir qancha parcha suratga tortib oldim. Biz bu yerdan oldimizdagi qabr yo'liga qarab mangdik. Qabr yo'li bir mehmonxonaning koridordek xilli keng yasalgan bo'lib, koridorning ikki tarafida 2 dan 4 eshik turadi. Biz qiziqib birinchi eshikdan kirdik.
Wang Wu ikki odam bilan qarshidagi eshikdan kirib ketdi. Men kirgan uyning cho'ngligi ancha cho'ng emas edi. Odamni bir xil biyoram qiladigan puroq kelib turadigan bu uyning o'tirsiga odatdagcha bir jasad sanduqi qo'yilgan bo'lib, buningdan boshqa ko'zga cheliqqudek birmi alohida narsa ko'rinmaydi. Menmi qiziqib, jasad sanduqini ichib ko'rib beqish uchun jasad sanduqining eg'izini ko'tardim. Lekin hech bir ko'tarildigandek turmaydi. Orqamdagi ishkaylan kelib yordamlashdi. Ular noit taslikda eg'izini qiyo ochdi. Men ichiga qarabli cho'chib ketdim. Ichida bir bovoqdek cho'ngliqda bir jasad turardi. Ular jasad sanduqining eg'izini yerga qo'yib kelib qarab turdi. Men buningga qarab, bu jasadning hech bir odamga o'xshamaydiganligini bayqadim. Bu jasadning qo'lida 4 barmoq turardi. Men hayronlikda qarab turibla qopdiman. Wang Wu'ning tuyuqsiz chaqirgan ovozidan cho'chib, uning yeniga chiqdim. Ular kirgan uyda ikki jasad sanduqi bor bo'lib, biri cho'ng, biri kichik edi. Ular cho'ng jasad sanduqini ichib qo'ygan bo'lib, qarabli cho'chib ketdim. Buning ichida yotqani bo'lsa, boshqa narsa bo'lmasdan, balki to'liq chirib bo'lmagan bir jasad edi. Uning uchisidagi kiyimlardan qaraganda-mo, bu xatolashmasam, Laupan bo'lishi mumkin edi. Qabrning siri. Men bu jasad ayni chaqda bovamlar bilan birga kirgan Laupan bo'lishi mumkin. Chunki u qabrdan chiqayotganda baxtsizlikka uchragan emasmi? deb boshqalarga qaradim. Wang Wu mo menga qarab, bu jasadni Laupanmi deyli. Lekin buni kim bu yerga akilib, jasad sanduqining ichiga sep qo'ydi? Uning ustiga bovang deb bergan heliq maxluq odamni tutib olgandan keyin yavatmay jasad sanduqiga sep qo'yishi bu qiziq ish emasmi? deb menga qaradi. Demasam bu ish bakli g'alati turadi. Acaba u maxluq odamni yemay jasad sanduqiga sep qo'yamda? Bu mumkinmi? Bu ishga o'ylagan sir aqlim yetmay qilyotdi. Men yana bir jasad sanduqiga qiziqib, uning yeniga bordim. Boshqalarmi atrofimga o'lashdi. Men qo'lchiroqni jasad sanduqining ustiga yiqib, texima hayron qoldim. Bu kichik jasad sanduqining ustida Shimoliy Wu bagiligining tamg'isi turardi. Men buni oldingi qitim biri sotqili elib kelgan bir shamsharning ustida ko'rib, qiziqib, material izlab, bu tamg'ining Shimoliy Wu bagiligining tamg'isi ekanligini payqagan. Men Lixudagi vaqtimda asar atiq sodisi bilan shug'ullangan bo'g'ashqa bundaq koni narsalarni bir qarabla to'niya olaydim. Lixuda kichikroq bo'lsa-mu bir do'konimmi bor edi. Men burun Wang Wu bilan birga ba'zi kichik qabrlarga tushib boqashqa hozir ancha tamtarabmi ketmadim. Men jasad sanduqidagi tamg'ini ko'rib, balkim bu jasad sanduqi Wu bagligida yasalgan bo'lsa, bu qabrdagilar ishlatgan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Chunki Shimoliy Wu bagligining yo'qolganiga 700 yildan oshgan tursa, bu qabrni Wu bagligining davriga tava desak, hech aqlga sig'maydi-da. Men oldimdagi kichik jasad sanduqini ichib, ko'rib beqish uchun ochmoqchi bo'lib, shuncha kuchapmi ochammadim. Hammaylar menga qarab, bir xil masxara ohangda, "Nebakzoda, kichikini jasad sanduqining eg'izini midirlatmadingiz-ku?" deyman. deb zangli qilib kulishdi. Men ochiqimda yana birini kuchab, jasad sanduqining eg'izini yilg'u ichishgan, midirlatibmi qo'yanmadim. Boshqalarning amdilikda chiroyi bir oz o'zgardi. Bu zodi nima ish bo'lib ketdi? Kuchim yetmagan taqdirdami, ozroq bo'lsa-mu qimirlish kerak-da. Wang Wu qo'ltiroqni yiqib, jasad sanduqining osti tarafiga qarab bizni chaqirdi. Qarasak, jasad sanduqining osti tarafida qop-qora bir mash'al dastisidek bir narsa turardi. Men uni kuchab bosdim. Bu vaqtda yondagi tomdan g'araslab bir kamar eshik paydo bo'ldi. Cho'ng tipdagi qo'rqinchli asar Arvoh soyisi davomlashmoqda. Bu asarning to'liq nusxasini anglamoqchi bo'lsangiz, Qalbdoshlar ovoz ishxonamizning xos ovozliq asar supisi bo'lgan Qalbdosh 008 saloni va Azroil salonini qo'shib bilishni unutmag'aysiz. Salon izlash nomeri Qalbdosh 008 Azroil. Biz bir-birlab ichiga kirdik. Kiribla ko'zimizga cheliqqani 6 qirliq murosim supisi bo'ldi. Men bu yerning
Ayni chaqda bovamlarning arvohlar bilan jang qilgan yer shu ekanligini bildim. Biz oldimizdagi supidan aylanib o'tib, atrofda nimalarning borligiga qaradik. Bu yerda badani yo'q bir dövi odam besh iskildidan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Men Wang Wu bilan maslahatlashib, ikkiga bo'linib, ikki tarafga mangdik. Yana boshqa kirish eshigining bor yo'qligini aniqlab, eshik bo'lsa belgi berishni aytib, ikki tarafga yurib ketdik. Men bir oz mengib, bir tomning yeniga kelib to'xtadim. Wang Wu'ladimmi hech qanday shap ekanmidi. Men yana o'ng tarafimni bo'ylab mengib, to'satdan bir yer ostiga kirib ketgan bir palampayni payqadim. Men boshqa a'zolarga qarab, biz topdik deb Wang Wu'larga belgi berishni buyurdim. Birsi qo'liga belgi tapanchisini elib osmonga qaratib otdi. Atrof yo'rib, boyatdan beri ko'rmagan narsalarning hammasi ko'rinishga boshladi. Qabrning usti tarbi nihoyat egiz bo'lib 100 metrcha gap qoladi. To'satdan ustiga qarab cho'chib ketdim. Qabrning ustida nihoyat cho'ng bir shaparanga o'xshash tomga choplashib turgan narsani ko'rib, yuragim ig'izimga tiqilib qoldi. Bu vaqtda Wang Wu'larmi yetib kelgan bo'lib, mendan nemish bo'lganligini so'radi. Men uningga ustini sharatladim. Wang Wu ustiga qarab chiroyini o'zgartib, "Bu zodi qanday narsa?" deb so'radi. Boshqa a'zolar bo'lsa, aloqsada bo'lib, ba'zilari qo'liga qurolni ilib, u narsani qorga ilibmi ulgurgan edi. Men, "To'xtanglar. U narsa texi bizning bu yer ekanligimizni bilmagan bo'lsa kerak. Bo'lmasa, bu vaqtgacha bizga hujum qilgan bo'ladi", dedim. Boshqalarmi u narsaga qarab, qo'rqib, kayniga yondi. Biz oldimizdagi qorong'u palampayga qaradik. Bu palampaydan bir xil so'g'uq sezim kelib, odamning badanini shurkandiratdi. Bizning mushiyaga kirmakdan boshqa amolimizmi yo'qda albatta. Men qo'l chirqimni yo'rtib, ostida nimalarning borligiga qaradim. Lekin bu palampay agir bugir bo'g'ashqa hech nimani ko'ranmay ichiga qarab mengishga majbur bo'ldik. Men bosh bo'lib, boshqalar kaynimdan tushdi. Chunki bu yerda qabr bo'lsin yoki qadimgi narsalar bo'lsin, hech kimning saviyasi menga yetmagachga, nimali ish bo'lsa, men bosh bo'lmasam bo'lmaydi. Uning ustiga men oliy maktabda o'qig'achqimi boshqalardan farqliq ko'z qarashni yetildirgan edim. Taxminan 15 minutlar atrofida mang'andan keyin palampay oyoqlashdi. Yana oldimizda ko'ringani bo'lsa, koridor shaklli qabr yo'li bo'ldi. Biz oldimizga qarab 10 metrcha mangmayla, to'satdan boya biz tushgan palampay g'oraslig'icha xuddi yalpiguchga o'xshash yig'ilibla ko'zdan g'oyib bo'ldi. Mana endi biz qo'rqishga boshladik. Chunki bu yerga qapsilib chiqamizsak, ilvagan yemak-ichmak tugisa, biror maxluq chiqmagan taqdirdimi osh qilib o'limiz degan gap. Hammaylan endi qanday qilamiz deb menga qaradi. Men bir oz o'ylangandan keyin yana oldimizga qarab mengishni oqilonlik deb o'ylab, oldimizga qarab mangayli. Balkim boshqa chiqish yo'li bo'lishi mumkin, dedim. Boshqalarmi menga agishib mengishga boshladi. Biz 15 minutlarcha mang'andan keyin qop-qorong'u bir bo'shliqqa chiqdik. Bu yerning qorong'uligidan qo'limizdagi qo'lchiroqning nurida tuzuk bir narsani ilg'i qig'ila bo'lmaydi. Wang Wu belgi o'qidan birni yuqoriga qaratib etishi bilanla atrof yo'rdi. Biz atrofga qarabla hayronlikdan qaytib turibla qoldik. Bu yerda bizning ko'yginimiz bo'lsa nurg'unlagan loy askarlar bo'lib, ba'zilarining beshi uvilib tushib ketgan. Qo'lida qurol tutgan holatda shunday ratlik tizilgan edi. Aziz anglovchilar, cho'ng tipdagi vahimalik asar Arvoh soyisining 3-qismi mush yerda tamomlandi.